Yo, barchaga assalomu alaykum. Aloqada Purple Star. Bugungi videomizda biz Granny'ni ikkinchi versiyasini o'ynab ko'ramiz. Yo, haligi Charlie versiyasi emas. Haligi nima desam bo'ladi? O'tgan galgi Granny modini sal yangilangan, yaxshiroq ko'rinadigan versiyasini. Hozir esa biz o'yinni boshlash uchun start beramiz. Umid qilamanki, sizlarga video yoqadi. Yoqsa like bosinglar, yoqmasa ham bosinglar. An'analar bo'yicha hammasi. Biz esa hozir o'yinni boshlashdan oldin ozgina sozlamalarni to'g'rilaymiz. Darknessni off qilamiz. Vision modni yoqamiz. Mod normalniy rejim va albatta reklamasiz start beramiz. Baribir reklama bilan ekan. Ko'pchilik faqat meni Granny modi bilan o'ynab chiqqan videomni yoqtiribdi. Shuning uchun yana bir marta shunaqa video qilib ko'rishga qaror qildim. Aynan shunaqa mod bilan, lekin yangilashgan versiyasi aytganimdek, mana hamma yer yangiroq, boshqacharoq. Mana, xo'sh, biz bo'lsa ko'p gapirmaymiz va o'yinni boshlaymiz. Padlock key topib oldik boshlanishi bilan. Padlock key. Tak. Xo'sh, xola kelmayapti. Hozircha biz titkilab ketamiz, nima qilardik? Titkilaymiz. Let's go. Xolani jahlini chiqarmaslikka harakat qilamiz va o'zimiz ishimizni qilamiz faqat. Xo'sh, yo, save kaliti. Hozir biz save ochamiz, ichida million dollarlar deb chiqib ketamiz deb o'ylayapsizlarmi? Yo. U save ichida xo'sh, menimcha omir bo'ladi. Yoki bolg'a. Qaysi biridir? Agar yana nima bo'lishi mumkin? Aytaylik, safety ichida yana nima ham bo'lardi bir. Endi bo'lsa mashinani kalitini topdik. Yo boshqacha kalit, yo bolg'a yoki qaychi chiqadi. Qaychimi, qusachkami, nima edi u? O'sha. Xullas. Bolg'a chiqsa like bosasizlar, qaychi chiqsa komment yozasizlar. Boshqacharoq yana kalit chiqsa, bunga to'g'ri kelmaydigan hech qaysi biri. Yana boshqacharoq kalit chiqadigan bo'lsa, xo'p, mayli, videoni share qilasizlar. Va bizda chiqdi qaychi, bo'ldi, komment yozasizlar. Обязательно komment to'ldirib tashinglar chiqani. Bir xursand bo'layman. Xo'sh, weapon key. Hozir biz qurolli bo'lamiz. Granny'ni otamiz. Otib tashlaymiz. Let's go. Bunga hali ochadigan kalit topiladi, birodarlar. Topiladi hali kalit. Biz esa muhimi sabrli bo'lishimiz kerak va arbaletmi, kamonmi, xullas shu yordamida Granny xolani otishimiz kerak. Tak, xola, bu yoqqa chiqing. Har doim shu qurolli bo'lganimizda bekinib olasiz, xola. Mayli, o'zingiz bilasiz, chiqmasiz. Nabarot bizga yaxshi. Xola chiqmaydigan bo'lsa bizga yaxshi. Biz narsa to'plab olamiz. 10 ta tuvayni qoqib tushirsak, ichidan nimadir chiqishi kerak. Nimadir chiqardi, xullas. Qani tepaga. Ey, aytgancha tepaga bolg'a kerak. Bolg'a uchun bo'lsa biz nima qilardik endi? Qidiramiz bolg'ani. O'qimizni olamiz va artiyotgan olib ketamiz, xola. Qochib ketdi deb umid qilaman. Kod topib oldi. Yo'q, xola, yo'q. Yana shunaqa bo'ldi. O'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'ldi. Sandiqni ochaman deganimda xola kelib qolgan. Mayli. Endigina ikkinchi kun, xavotir olmaymiz. Shuncha narsani to'plaganimiz o'zi katta gap, ikkinchi kunda o'zdinglar. Sekin betdan sirpanamiz, qani? Sirpanamiz degani men qochamiz demoqchi bo'ldim. Tushunmaganlar uchun. Bun bilan hozir biz juda katta ishlar qilsak bo'ladi-da. Mana bu sandiq aynan shu bilan ochiladi. Ichida bo'lsa cogwheel. Ma'nosi g'ildiraymi? Shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Xo'sh, bu yerda elektr simini uzamiz va xola yana keldi. To'lka qo'l edimikin yo? To'lka qo'l ekan.
Voy grenade o'yinda unaqa emas. Voy podvalga sig'maydi. Voy bu вообще ekan bu xola. Voy qo'ng'iroqqa bosib yubordi, qo'ng'iroqqa bosib yubordi. Qoch. Qoch xola. Voy voy voy. Voy tat. Qoch. Qoch. Uy. Voy tat, voy tat, voy. Voy xola Yuraklarim yordi-zu xola. Bitta o'q yaramaysiz, yana o'zcha katta ketasiz. Obunachilardan ham qo'rqitib olgandir siz menimcha. Sandiqlarni ham teskari joylashtirib tashlagan bu xola. Ko'zi ko'rmaydi endi. Ko'z o'tmaslashgan. Yoshligida ko'p o'ynab qo'yganda telefonda. Biz bo'lsak faqat video olish uchun o'ynaymiz. Bo'ldi yog'i bilan deb yolg'on gapirish ham yaxshi emas lekin. Xullas bu yerlarda ham hech vaqa yo'q. Xola hammasini shipirib ketgan. O'zini uyida ham narsa turmaydi hatto, Insof bilan-da endi xola, o'z-o'zingizga narsa tashimaysizmi siz? Hamma narsani qayergadir bekitib tashagan. Titkilab topishimiz kerak biz. Tak, nimaga bu o'q ikki xil bo'lib turibdi hozir? Mayli, muhim emas. Let's go. Podvalga. Hop, bu yoqda hech vaqa yo'q. Ustidan o'tib bo'lmaygan. Mayli. Tak, bu yerda biz xola qo'lib o'tchasi bor, shuning uchun sandiqlarni bo'shatishga ulgurmadik, lekin hozir bo'lsa bo'shatamiz. Qani, tarvuz. Buning ichidan rosa zo'r narsalar chiqishi mumkin. Kalit, boshqa va bizga yana bitta sharik berdi. Bu men bu yerda ochishga kerak, voy. Buning kaliti ham kerak hali. Playhouse kaliti kerak bizga. Uni ham topamiz, mayli ish emas. Ish, lekin oson ish. Da. Yo, betini nima qilyapti xola? WhatsApp. Qani xola, qani, kuling. Sportsmen xola. Atletchi xola, atletikachi xola. Tez yuguradi. Lekin ko'zi o'tmaslashib qolgan, aytganimdek. Ko'zi o'tmaslashgandan 2-3 metr naridan ham ko'rmayapti. Tuman bosgan ko'zini. Xuddi hozirgi nima desa bo'lar, vodiyga o'xshab Toshkentmi yo. Oxirgi paytda ob-havomiz ifloslanib ketdi. Wow, bo'lg'a. Aytganimdek, oxirgi payt ob-havomiz ifloslanib ketdi, chunki yog'ingarchilik bo'lmayapti. Xullas, ob-havo yaxshi bo'lib ketadigan umiddamiz. Xola, asabga o'ynavordingiz. Asabga mariga chiqavordingiz. Hozir tomga chiqib Playhouse keyni olib turib, keyin o'shan bilan keyin Master keyni olib turib, shunday eshigingizni ochib surayoraman. Yotaverasiz, oyog'ingizni uzatib, bemalol meni quvlamasdan. Bu yerdagi sandiqlarda hech vaqa yo'q, aytganimdek. Grenni xola pishiq, voy. Buni qanday ochaman men? Tak. Ha, bo'ldi. Mana bu yerda tuzoq yo'qolib qopti. Shu yerdan kiramiz. Va qaychimiz tugadi bizni. Buzib yubordik. Playhouse key. Skelet kalla. Xo'sh. Osonroq va tezroq bo'lish uchun hojatxona tarafdan chiqib ketamiz. Ay deymiz. Xola yo'q, hozircha. Demak, imkoniyatdan foydalanib olamiz va Playhouse ga borib play qilamiz. Va master keyni olamiz va suramiz va hokazo. Va yana bitta va master key. Let's go. Aytganimdek, Granny xola, ko'ryapsizmi, biz o'sha qochish arafasidamiz. Siz bo'lsangiz o'tiraverasiz. Qani siz bu yoqqa chiqing hozir. Men sizga kamonim bitta o'q qolibdi. O'sha oxirgisini sarflab ketaman. Bo'lmasam ketmayman, men keling. Bu yoqqa chiqing deyapman, sayrab qolagan perivorda betga qani. Chiqmayapti cho'ta. Chiqmaydi shekilli. Chiqasizmi yo'qmi xola, men ketyapman. Mayli, bo'pti. Ko'rishamiz. Bye bye, goodbye. See you next time. Yo, bye xola. Turib yo'qoling. Yaxshi qoling. Va biz menu qilamiz.
va yana qandaydir qayilli o'rmonda paydo bo'lamiz. Qo'rqinchli atmosfera berishadi o'zicha. Va yey. Silindrina opa, qo'rqitmang. Chatta bir bola deb yozadi Granny, basharamizga uradi tayog'i bilan. Yiqilamiz, uxlaymiz, game loading please wait kutamiz va yana boshlangan yerga qaytib kelamiz. Qandaysiz, xola? Oxirgi marta 10 soniya avval ko'rishdik Granny. Mayli. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, aytgandek yoqmagan bo'lsa ham like bosinglar, komment yozinglar, share qilinglar. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar va hokazo. Men unchalik aktiv emasman, bilaman buni, lekin agar sizlar obuna bo'lib, like bosib, xullas o'sha men aytgan amallarni vaqtida qilsanglar, men albatta aktiv bo'lishga harakat qilaman. Hozircha xayr.